Salom do'stlar, mening ismim Java. Bugungi videoda biz siz bilan videoni boshladik. Men hozir ertalabdan turdim-da, kiyimlarim bor yerda, hozir ishlash kerak. Bitta kofeni olsam, hozir tuxum bilan cho'tga ketadi. Men choyimni ichib olaman. Hozir tomog'im ham bo'lgan. Birinchi tuxumni olib yeb olay. Pastga tushib ketdi. Voy, mana. Yaxshi bo'ldi, nimani yeb olaman yaxshi. Tuxum taniga gap yo'q bo'ldi. Bitta kofe izdan lekin cho'tib ketadi. Ertalabdan kofe ichsangiz bunday odam tez ko'radi. Va mana bo'ldi. Supermenday tez bo'ldim men. Men o'zim kerak narsani olaman, ya'ni ketmon ili menga kerak bo'lgan suv ichsam, chanqayman lekin. Xullas hozir biz birinchi bo'lib hozir eshikni yopib olamiz. Mashina. Wow! Qanaqa mashina bu? Voy, dod deydigan mashina ekan bu. Bolalar uy bu yerda nima bu? Voy, retail bu yerda nima bo'lyapti? Menga tushuntirib ber. Ey, siz kim? Siz menga tushuntirib bering. Nima bo'lyapti bu yerda? Lamborghini. Wow, men orzu qilgandaqa Lamborghini. Wow, 3 stak zumrad ekan menimcha. Ey, salom, buni 3 stakka sotib olsang, afsuslanmaysan, pulingga achinmaysan. Mayli, xullas. Sizlarga xayr olsun. 3 stak nima topishim kerak? Hozir 2 stak bor o'zimda. Birinchi bu yerdan olib, merdan so'rab ko'ramiz. Bir stak qarzgami yoki oylik o'zidan kesib olamiz, xullas. Bug'doydan olib qolamiz. Xullas, bug'doy ekishni to'xtatamiz. Oldin polni bug'doy ekardik. Xullas, hozir kartoshka, sabzi, shunday narsalarni ekyapmiz. Ya'ni birinchi marta ekyapmiz. Xullas, men buni birinchi marta olyapman. Kartoshkalarni olib olamiz. Qolmadimi boshqa? Bir suv ichiga tushib ketdi. Voy, suv bunday yo'q, muzdek ekan suv. Xullas, boyog'da qolmadi demak bo'ldi. Buni ekib chiqamiz endi. Men polni bu yerda bug'doy ekan, chunki bug'doy kamayib ketgan. Ko'p ekmaymiz. Faqat mer joyi ham men qilaman. Merda o'zi ish qilib o'tirsa, to'g'ri kelmaydi menimcha. Xullas, bu yerda qilib tashlaymiz, tez qolmadi. Mayli, bu yerda kartoshka ekamiz. Kartoshka dedik. Kartoshkani bu yerdan ekamiz, kabochi bo'ldi. Endi bu yerda sabzini ham chop etib nima qilib olamiz? Olib tashlaymiz. Wow. Lekin sabzi zo'r bo'lib, chiroyli ham qandaydir motivatsion bolalar. Xullas, hozir men 3 stak zumrad yig'ib uni sotib olaman. 300% sotib olaman bolalar. Sotib olmasdan qo'ymayman men uni. Lamborghini o'zi ham Lamborghini. Jin doim orzu qilib yurgan mashina suvimizday. Hozir ustimda kiyim kiyishim kerak. Xullas, olib tashlaymiz hammasini. Ekisham kerak bo'ldi. Shu abit bo'lib qoladi bu turishda hammasini qilguncha. Shuni pul topish uchun ishlaymiz-da. Bu yerda olib tashlaymiz. Xullas, endi buni ekib tashlaymiz endi bu yoqqa. Bunisini ham ekamiz va mana bolalar bo'ldi biz. Endi esa narsalarni sanduqqa solamiz. Sanduq emas, to'g'rirog'i. O'zbekchasini bilmaysanmi? Chamadonmi yo'q, bilmadim. Sandiqqa solamiz, sandiqqa. Buni solib qo'yganimizdan keyin xullas kiyim oldim. Kiyimlarni kiyaman-da hozir kiyimni. Zumradim mana 3 stak chiqmadi-da, zumrad 9 ta bo'lsa 25 ta 2,5 stakda salkam olamiz bularni. Chunki biz hozir buni enam qilib, men ham somon pichanini bitta ip bilan bog'lab cho'tga qilib qo'yamiz hozir. Hozir bo'ldi menimcha. Hech nima qilmadan ochdan solishim kerak bo'lsa, mana uni olaman. Nima olishni ham bilmayapman o'zim. Men Lamborghini bilan mashinada. Hozir yetib kiyimni kiydirib olaman. Chunki tashqarida hozir bas suvga tushib ketsam bo'lakda sovuq turibdi. Men ketmonni ko'tarib yurganim qaranglar. Xullas, buni men qo'yib qo'yaman, chunki buni hozir qo'limda borligi bilinib tursin o'zimga. Endi esa enam qilaman. Pichanni ip bilan bog'layapman mana. 22 ta yetyapkan, jami hisoblasa. Bitta bularni endi nima qilamiz?
Hoppa mana bo'ldi. Endi kavatchi endi eshikni ochib, men 8 ta nima qolibdi? Novvoyni nimasiga berib kelamiz hozir. Novvoyni o'zi, aynan Novvoyni o'zi. Tushadimi? Yo'q, bu Novvoy emas, ikkalasi nima qilyapti? Mana Novvoy borlar, Novvoy ham pul yetmaganda o'sha yerda o'tiribdi. Kavatchi. Qolganda mana Novvoyga berdim va bu yerda biz omborxona-ku. Bu yerda narsa qurishdan qolgan narsalar, ya'ni bu yerda nimada bormi? Sumat bo'lsa olib ketib yuborardim lekin. Manimcha bu yerda ishlayapti, mustach. Manimcha endi bu yerdan sekin-asta so'raman. Nima desangiz, shunday hech nima yo'q omborxonada. Qishloqimiz kambag'allashib ketmoqda. Men esa hozir yana merdan narsa so'rayman. Yashasin mer deyman-da. Kavatchi hozir bu yerdan mana bu yoqqa qo'yaman, chunki hozir o'zi olib ketishadi menimcha. Somon nima qilishni boshlashgan Novvoy ham ishni yaxshi qilmaydi va bizga esa farqi yo'q. O'zimiz narsalar, qishloqlar har xil ovqatlar sotib va mana mashinani qaranglar, cho'tka ekan, buni sotmasa menimcha. Buni olardim agar Lamborghini emas, mana shu oq mashinani, ya'ni oq mashina olardim u. Buni sotmasa kerak afsuski, mayli. Mayli, oddiygina suv ichib o'zimizni qondirib olamiz. Suv endi uyga kirish qiyin. Kavatchi eshigini yopaydi. O'tirib qoldimmi? Xullas sandig'imizda hozir shisha bilan durbinni qo'yib soatga qarashim kerak edi. Soat necha o'tdi? Soat 12 dan 43 o'tibdi soat adashmasam. Quyosh qavali quyosh chiqib kelgan. Quyosh tepamizda turibdi quyosh. Kavatchi mayli, hozir abit bo'ldi, endi qonun to'qlab olishimiz kerak. Buni qo'yamizda, qo'yib non olamiz, hozir non. Nondan bitta non olsam yetadi menimcha. Bitta. Chunki ko'p non yeyish sog'liq uchun zararli desam. Bu yerda nonni bu yoqqa qo'yaylik. Kofe mayli, o'zimni tursin. Hozir esa men o'zim nima olaman? Men nima kartoshkalar olib olaydi. Hozir merga beraman-da, merdan so'rasam bo'lar ekan, Zumrad. Men bir saxiylik tutib ketadigan narsalarni olib bersam. Men esa bularni baribir sotib oladi. Chunki assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz merotam? Sizga kartoshka bilan sabzilarni olib kelgandim. Shu desangiz, mana qo'yaman mana shu yoqqa. Menga keyin ish haqqim berasiz-da. Hali oylik olishingga ko'p bor-ku. Nima qilasan bunday ertachi olib pulni? Mer, qarang, men mashina olmoqchi edim. Shunga oyligimni ertachi berib tura olasizmi? Keyin ishlab yoki qarzga bo'lsam, uzaman zumratlaringizni, iltimos berib turing pul. Oyligingdan olib qolmayman mayli, lekin bir hafta ichida pulni qaytarmasam bo'ladimi? Siz nima desangiz shu bo'ladi, merotam. Bir stak olaman, qarang, faqat bir stak. Boshqa nima olmayman. Bir stak olaman, biratan deyapman. O'zi biratan mer. Hopma olsam bo'ladi-ya. Mayli, demak, ruxsat berdingiz. Kavatchi mana olamiz. Merotam soqqa kamayapti, nima bo'lyapti? U yoqqa qara, keyin tushib olasan. Ko'metganingdan daraxtlar soni kamaygan-ku. O'shanga kislamon kamayib, qishloqdagilar o'lib qolsa nima bo'ladi deyman-da. Nima? Qishloqdagilar o'lib qoladi deydimi? Yo'q, bolalar, men tom ketib qochgan. Menimcha bu daraxtlarni kesib taslasang bo'ladi. Chunki bu daraxtlarni nima desa bo'ladi? Nima shuncha daraxt bor, kislorod kamayib qolarmish. Mayli, men bitta nimani merda desam oldim zato. Kavatchi endi esa hozir nonni olaymiz-da, qo'yamiz-da, men hozir abetligimni qilib, undan keyin mashina olgan bo'lamiz. Bolalar, olib ketmasalar bo'ldi, sotib oldim. Kavatchi hech kim olmaydi, nonga gap yo'q, lekin hech kim olmaydi. Chunki menimcha qishloqlar hammasi kambag'al bo'lyapti. Kimni ham puli yetadi? 300 ta izmot o'yin tekin narsa. Meni masalan bir oyligim, eng katta oylik emasda, normal bir stak izmot bor, ya'ni zumrad. Keldingmi? 3 stak olib keldingmi? Lekin aytay, endi 4 stak bo'ldi. Nima? Sen ahmoqmisan? 4 stak?
4 stak olmos 3 stak deb yozib qo'ygansan-ku, meni loqlamoqchimisan? Bo'ldi, 3 stak bersang ham roziman endi. Ana bu ishing boshqacha. Men olsanga qanday qilib beraman? To'xtach. Men zumradlarni men hozman senga ol. Hammasini to'y sen to'ydek. Hello. Men sen to'y, kim to'ysin? Men mashinani qanday olib ketaman berdim? Kiyib olib kelaymisin debgani. Ha? Mashina garaji bilan seniki, mashinadan olib ketib miniverasan o'zing. Yaxshi, mayli, men endi buni ertaga olib ketam hozir 5 bo'ldi, men peshim bo'ldi, ya'ni uxlab turaman. Boringlar meni mashinamni oldidan qochinglar sizlar. Bu meni mashinam endi. Kavachi bolalar, endi mashinam bor menim, shunday xursandmanki, men Zumradni olib olsam o'zing. Sanayapti hali ham menimcha. Xullas, mashinani temir ham ko'p ekan. Temirlarni ham olib olaman jonimga tegsa, chunki temir ham topish qiyin. Temir rudanni qidirish bor, eritish bor. Uncha temir ko'p qilganmancha bu odam boy bo'lsa kerak. No, xullas endi men uxlayman. Men turdim bolalar. Men ancha uxladim deb o'ylayman, lekin hozir esa bu menim olam qochib ketdi. Nima bo'lsa, ne bemalol uxlolmayapman. Chunki hozir mashinam to'liq o'zimda o'tdim. Mashinasi hali ham cho'tki mashina, lekin u xizmatlar ham hali o'sha turibdi va bu yerda mashina ham turibdi va 3 stak xizmat. Hozir xato olmasa bo'ldi, yana birontani loqlab. Ya'ni 3 stak degani yana qanday tushunsa bilan 3 stak olib qo'yish kerak. Yangida sotilyapti deb o'ylaydi. Talkamizda ko'p. Mayli, nima farqi bor. Men kavachchani yotaman. Boshqa ish qila olmayman desam, qo'rqtinglarda senga qalay pichan, ya'ni somonga qarashim kerak, ya'ni kamayib qolmabdimi? Buni endi bitta sanab chiqaman bo'ldi. Chunki 22 deb o'ynayapman. 22 dan 1 2 3 4 5 da mana sanab chiqdim. 22 ta hammasi to'g'ri ekan. Endi kech tushdi endi. Biroz uxlab olishgan, nima deysizlar bolalar. Men ketdim uyquga. Voy. Juda yomon tushlar ko'p tushdim. Voy, hozir nima qilaman? Bitta kofe ichib olaman-da. Tashqariga chiqib mashinani havo olib kelaman. Bitta kofeni ichib olamiz, chunki uyqum ochilgan yo'q hozir. Va endi biz tashqariga chiqib ko'rsa ham bo'ladi. Eshik yopib, uni mashinasi yo'q ekan. Mayli, ozbancha yuz qo'lim yo'q, keyin unga mashinamga xabar olaman. Yuzimni ham, mana qo'li yuzimni ham yuvdik. Nima? Hech nima yo'q bu yerda. Mashinasi yo'q uni. Va nima? Mashina Jitel bu yerda nima bo'ldi? Jiteldan so'raymiz bo'ldi. Mashinangni so'ramoqchi bo'lsang, yana odam olib ketdi. Senga xat ham qoldirgan, qarab ko'rgin. Xat dedimi? Xatni qarash. Va bu yerda so'kib ketdi mana. Loh, voy, dod dedim. Mayli, buni o'qimagan yaxshi. Salom java, bu men sotuvchi bo'laman. Agar 3 stak zumradingni 2 baravar qilishni istasang, qishloqning katta daraxti tagiga bor. U yerda sen bilan gaplashamiz.